Hozirgi tajribamiz Framin ilon deb nomlanadi. Bizga demak quruq yoqilg'imiz bor. Demak quruq yoqilg'imizda demak o'sha quruq spirt ham deb ataymiz. Ultrapropin. Demak buni bir bo'lagini maydalab qo'ydik, yoqishga oson bo'lishi uchun. Yoqadigan demak o'sha moddamiz bu kalsiy glyukonat tabletkasi. Demak tabletkalarni o'z mana ajratib oldik. Bu yerda hech qanday bir yonadi, tarkibida hech qanday bir sun'iy yoki boshqa narsa yo'q, glyukoza bo'lganligi uchun endi bilamiz buni organika hammamiz o'tamiz. Demak, yonish xossasiga ega. Hozir mana tabletkalarni taxlab olamiz. Mana hozir bitta tabletka yonyapti-da faqat. Tabletkani ko'proq qo'yganimizda endi hozir tagi yoqilg'imiz yaxshi yonmadi-da. Yaxshi chiqardi. Mana. Yaxshi ko'rinyaptimi? Hozir iloji bo'lsa hozir mana yana bitta tabletkani olib qo'yishga harakat qilamiz. O'xshashlarni olib qo'ying-a. Quruq spirtni butun qo'yish kerak ekanda, bo'lib qo'ygandim. Endi hozir mana butun qo'ydim, mana endi yaxshi bo'ldi mana. Mana butun qo'ydimda, ustiga 3 ta tabletka qo'ydimda. Endi yaxshi chiqdi mana. Mana endi zo'r chiqdi.
Bitta qo'ydingizmi bitta? Bitta bundan ikkita tabletka. Yo'q, 3 ta qo'ygan. 3 ta tabletka. Buni shashlik marhamat qiladi. Ne bilaman, işte. O'sha yerda sotadi. Ha, ha. Farsa tekin. Tamam. Zo'r chiqyapti endi. Hali yoni bir-birini issiqligiga va tabletga eritaveryapti-da. Hammaga ko'rinyaptimi? Ana ko'rinayotgan bo'lsa endi bitta qarsak chalib yuborasizlar. Yaxshilar. Mayli. Ha. Rahmat hammalaring. Endi yaxshi yo'qdi. Tabii sudan shuncha suv chiqadi. Kalsiy glukонat. Ana. O'sha kalsiy glukонат kattasimi bu?